Kosonsoy tumani 5-sonli davlat maktabigacha ta'lim tashkilotini 3-maktabga tayyorlov guruhi tarbiyachisi Hamid va Muslimaxon. Marhamat. Yosh oilaga ta'lim tarbiya berish hamda fuqarolarning mehnatlari uchun faxriy yorliq bilan mukofotlanadi. Marhamat. Shunday faxriy yorliq bilan tarbiyachimiz Ismoil va Umidaxon. Marhamat. Yana xuddi ana shunday faxriy yorliq bilan ajoyib xodimamiz, yordamchi tarbiyachimiz Xolbek va Nilufarxon. Faxriy yorliq O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, Namangan viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi, Kosonsoy tumani Maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 5-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti G'afurjon va Munzira Mushtarixonning ota-onasi Nortojiy va Mavludajon, sizni tashkiliy ishlarda faol qatnashganligingiz sababli munosabati bilan ushbu faxriy yorliq bilan taqdirlanasiz. Marhamat. Muqaddas hayot, muqaddas hayot, Assalomu alaykum, hammaga xushomad. Xush kelibsizlar. Mana Anvarjon, Akramjon, doim rahmat sizlarga, doim bizga yordam berib, yelkama-yelka hamma tadbir, nima tashkiliy ishlarimda doim turib berganlar. Labbay, nima qilay deb turib berganlar. Sizlarga ming rahmat. Doimo sog' bo'linglar. Mana o'z minnatdorchiligimni bildiraman. O'z sovg'amiz arzimasa ham qabul qilasiz, opajon. Rahmat. Xuddi ana shunday faxriy yorliq bilan Muxtor va Solihaxon, ota-onasi Rustam va Xurshidaxon tashkiliy ishlarda faol qatnashganliklari haqida hamda shunday farzandlarni tarbiyalagan shu munosabat bilan faxriy yorliq bilan taqdirlanadi. Eng faol o'quvchilarimiz, eng faol ota-onalarimizdan hisoblanadilar. Marhamat. Barchangizga mukofotlar muborak bo'lsin. Endigi navbatni albatta ota-onalarim kutib turishdi, minnatdorchilik bildiramiz
Endigi so'z navbati siz ota-onalarga, marhamat, vakillaringiz chiqsin.